Assalomu alaykum. Sizni Ka'ba chorlasin, ya'ni ikki haram chorlasin deb nomlaganman bu she'rimni. 2022-yilda birinchi umra safariga kelganimizda shu ilhom kelib yozganman. Buning uchun Allohimga ikki dunyo saltanati adadicha hamd va sanolar, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga esa ikki dunyodagi yaratilgan narsalar adadicha salovat va durudlar aytamiz. Marhamat, eshitib ko'ringlar. Sizni Ka'ba chorlasin. Tilagim shu barchangizni ikki haram chorlasin. Niyat qilgan ul Ka'baga ikki nafsin xorlasin. Madinada Rasululloh hadya etib sunnatni, ravzalari chorlab turar taqvo qilgan ummatni. Madinaning to'rt ustuni biri binti Usmondir. Hazrat Ali, Hazrat Umar, Abu Siddiq ummondir. Oysha onam Zamzam bilan kutar Safo toshida. Ka'ba turar haybat bilan zarchaponda qoshida. Ka'ba saqlar ming asrlar Hojarul Asvad toshini. Barcha hoji tavof qilar tekkizay deb boshini. Necha millat rangi turfa, lek Qur'oni bir erur. Til boshqa-yu niyat bir xil, lek taqvosi boshqadir. Ul Ka'bai Ibrohimda aylanishar qanchalar. Labbayka deb ko'z yosh to'kib jon berarlar anchalar. Robbanoyu labbayka deb omonatin topshirsa, havas qildim ul marhumni qabristonga topshirsa. Alloh uyi deb atalmish uy kiygandir zarchapon. Hojilarni kutib olar ko'ksi misli bir osmon. Alloh uyin darvozasin go'yo ochar har zamon. Jon topshirgan hojilarni kutar baqiy qabriston. Azizlarim, uy saroylar sizlarsiz ham bitarkan. To'y hashamlar biddatlarchi bizlarsiz ham o'tarkan. Bu keraksiz hashamlarga umrimiz o'tarkan. Qiyomatda tanamizga olov qilib yoqarkan. Bilmadik hech, yurmadik hech ahli iymon yo'lida. Nafsimizga gado bo'ldik yolg'on dunyo cho'lida. Essiz endi umr o'tib biddatlarni yo'lida. Jon bersak gar ne hol bo'lar biz notavon go'rida. Azizlarim, dunyo ishi tugamaydi hech qachon. Ajal kelmay belni bog'lang, yo'l oling Ka'ba tomon. Pul bo'lmasa niyat qilsak, Alloh berar g'oyibdan. Kaminani duo qiling, she'rlar yozsin g'oyibdan. Hammalaringizga ikki dunyo saodatini tilab, mana shu ikki haramga kelib, biz ham haqimizga duo qilishlik nasib aylasin deb duo qilamiz.